starostlik. Kısaca bu borada bitta narsani yozib olganlar, yozib shunaqa qilinglar. Men qo'shiqlarimning ichida harom qo'shiqlarni topdim. Boya aytdingiz. Shuni yozib anaqa qo'ylar. Я никогда его не собирать. Либо слова надо будет переделывать. Shoirlar yozsa, men shu so'ziga qaramay aytavergan. Eski qo'shiqlar sho'rinda aytib o'tib ketdinglar. Shu o'rinda eski qo'shiqlarda. Eski qo'shiqlar. O'sha yerda shoir yozgan ekan, qaramagan ekanman. Haq va muhabbatga xudo bo'laman. Sen kimsan da sen haq va muhabbatga xudo bo'lasan? Я вот по своей дурости, тупости спела. Haligi edi, shunaqa deyman. U shoir yozgan-ku. Voy dedim. Qo'shiqlarda ko'pini qarab chiqishga bor ekan shunaqa qo'shiqlar. Hatto harom. Sen hech ham sen bandasan, sen qulsan, boshingga bur ursa yoriladi. Sen hech narsaga haqiqatga sohib bo'lishimiz mumkin. Ega bo'lolmaymiz, haqiqatga egasi Alloh. Lekin haqiqatda nima qilishimiz kerak? Yashasam ham свои песни kasaba olishman. Elashim kerak. Menda ham ish menimcha emas, menimcha. Endi buni ham mana xudo dilingizga solib ertalab aytasiz, bo'lmadi keyin esga tushdi. Uyqum qochib, mana javob beraman. Bu qaysi kalla bilan aytgan ekanman. Fido bo'laman deb ayting deyishyapti. Hali so'zlarni predel qilish kerak esa, mana fido bo'laman deb ayting deyishyapti. Juda xunuk gap. Juda noto'g'ri, xunuk ham emas. To'g'ri deyishyapti. Azizlarimiz mana nima deydi? Yasamasiga тоже стараюсь чистить. Bu tarafiga qaramagan ekan. Hali qancha tarafimga qaramadi. Shuning uchun azizlarimiz o'tmish ijodimga, hayotimga qarab chiqishim kerak. Пересмотреть свою жизнь deydi-yu, yana o'zgarib yashashimga harakat qilishim kerak. Eng интересно, кто что. Haligi bir to'yda havo ochgan odamlarni ko'rsam, hozir achchig'im keldi. Yosh, bitta qoqilib usti chang bo'lib, basharasi bitta loyga botgan ekan, любой odam ko'zi ochiladi. Alloh unaqani hammaga nasib qiladi. Nima deydi? Haddidan oshganni bir bulaydi yuzini loyga. Uni Allohga tashabbur qilish kerak. Моя жизнь, моя практика показывает это.